ayt, nega telefon o'ynading? Seni endi o'lib ketaman. Ko'p telefon o'ynaydigan bolalarni ko'ryapman. Xo'sh, kimni o'lib ketay? Zebo, Otabek, Jamshid, sizlarni ko'ryapman, o'lib ketishga boraman. Munisa, nega telefon o'ynading? Seni o'lib ketaman. Nuriya, nega telefon o'ynading? Yana ko'rsam o'lib ketaman. Ro'yxat yozyapman. To'polonchi bolalarni ro'yxatni qilyapman. Qani kim yoza endi? Jafar, Diyor, Murod, Hanifa, Jamila, yana kimlar bor? Onasi aytganini qilganini yozyapman. Voy dod, to'qam yo'qoldimi? Kim o'chirdi buni, ha? Shunaqami endi? Men ham metanda o'chirtda turamanmi odamlarga o'xshab? Bolalar, kim uxlamadi bilib qolsam, o'zim bilan o'lib ketaman. Hazillashdim bolajonlar. Yaxshi bolalar allaqachon uxlab bo'lishgan. Bolajonlar, Yalmogiz kampirga obuna bo'ling. Hamud, ko'p telefon o'ynama. Aytganimni qilmasan seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang endi seni pishirib yeyman. Yalmogiz kampir endi pulli xizmatlarni yo'lga qo'ydi. Kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, Kanal shapkasida Telegram kanalim bor. Ularni bo'ling. Xohishingizga ko'ra tayyorlab beraman. Shamshod, ko'p telefon o'ynama. Agar ko'zing og'riydi, seni pishirib yeyman. Shukrona, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar bolajonlarim. Humoyinjon Omadbek, shirin tushlar ko'rilar. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra agar o'zim bilan o'lib ketamni. Jafar, seni pishiraman va yeyman, chunki sen televizorda o'yin o'ynading. Jamila, telefon o'ynama, seni o'lib ketaman. Mustafa, telefon o'ynama, o'ynasan seni olib qochib ketaman. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra agar... Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Tezroq yur, deraza shu yoqda. Ha, ko'ryapman, lekin ichkarida hech kim yo'q. Mayli, lekin ehtiyot bo'l. Uxlaydigan vaqt keldi. Uxla. Hamid, nega planshet o'ynayapsan? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Oybek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Uxlaydigan vaqt keldi. Uxla. Bu yerda uxlamagan bola bor ekan. Ha, chiroq ham o'chiq emas. Aziza qizim, kech bo'ldi. Endi o'yin yetarli, uxlaymiz. Yo'q qizim, yaxshi qizlar bu paytda uxlaydi. Oy, ularni ko'ryapman. Aziza, nega uxlamading? Tez uxla hozir, bo'lmasa seni olib ketamiz. Endi yaxshi, barakalloh, bolalar vaqtida uxlaydi. Shirin tushlar Aziza qizim. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Otabek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Islom, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, seni pishirib yeyman.
Ezoza nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Ifora nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Javohir, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Imron nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Davudbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Samandar, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asal, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Jamshid, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asadbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Humoyun Mirzo, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib yeyan. Onash, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishiraman. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar, bolajonlarim. Humoyunjon, Omadbek, shirin tushlar ko'ringlar. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman.